Payg'ambarimiz nima qilgan bo'lardilar? Shunga qiziqyapman. Bir kun payg'ambar daraxtga bog'langan kiyikni ko'ribdi. Keyin o'sha kiyik iltimos meni qo'yib yuboring debdi. Yelinim sutga to'la, u yoqda esa bolalarim och kutayotir. To'ydirib qo'yay, keyin qaytib kelaman deya va'da beribdi. Demak, payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam kiyikni qo'yib yuboribdilar-da. Keyin kiyik bolalarni qornini to'ydiribdimi? Albatta, janobi payg'ambarimiz uni qo'yib yuboribdilar. Keyin kiyik bolalari qornini to'ydiribdi. Qo'yil, alhamdulillah. Kiyik va'da qilganidek yana qaytib kelibdi. Va payg'ambar uni sotib olib, so'ngra ozod etibdi. Kiyik shodon holda bolalari yoniga qaytibdi. So'ng hammasi birgalikda baxtiyor yashashibdi. Qo'yil, payg'ambarimiz juda mehribon ekan. Men ham payg'ambarimizdek bo'lishni juda xohlayman. Men ham. Agar payg'ambarimizdek bo'lishni xohlasangiz, avvalo boshqalarni o'ylashingiz kerak bo'ladi. Xo'sh, shunday bo'lishga harakat qilasizlarmi? Ha, oyijon. Barakalla bolalarim. Yaxshi, ketdik, tayyorlanamiz. Dadangiz bugun bizni sharlar festivaliga olib borish kerak edi, esingizdami? Ravim ham boradi, to'g'rimi? Ha. Qo'yil! Ya. Meni boshida qizcha bor ekan. Umar, Xanna. Agar payg'ambar alayhissalom mushukcha qiynalayotganini ko'rganlarida nima qilgan bo'lardilar? Sizlardek mushukchani ustidan kularmidi? Yoki unga yordam berarmidi? Payg'ambar alayhissalom yordam bergan bo'lardi. To'g'ri. Barakalla bolajonlarim. Qani, meni ham sharchamni ozroq ushlab tur, iltimos. Mayli. Yo'qotib qo'ymagin, xo'pmi? Payg'ambar Muhammad eng buyuk inson, hammamizga doim bo'ladi o'rnak. Bizni chorlab ezgulikka berahm bo'lmay deganlar, chunki o'zlari ham doim mehribon bo'lganlar. Chiroyli shar ekan. Mengayam olib bering. Mengayam. Yo'q, senga keyinroq olib beraman. Hozir, buvijon, hozir. Hozir. Bering. Agar payg'ambarimiz bu yerda bo'lganlarida nima qilar edilar? O'ynashda davom etarmidilar? Yo sharni bolaga berarmidilar? Ha, menimcha bergan bo'lardilar. Payg'ambar Muhammad eng buyuk inson, hamma bolalarga o'rnakdir doim. Bizni chorlab ezgulikka, kuchukka g'amxo'r bo'ling deganlar, chunki o'zlari ham bolalarni yaxshi ko'rganlar. Umar, biz tezda qaytamiz. Ravimni olib kelaylik. Yaxshi oyijon. Salom. Salom Umar xona. Salom. Voy, Ravim? Salom. Voy, nima bo'ldi? Kecha yiqilib oyog'imni qayirib oldim. Nima, hozir ketyapsizlarmi? Unda ketdik. Ravim, doktor uyda qolsin deb aytdi. Oyi. Uzr, Ravim hozir bora olmaydi. Lekin oyi, havo sharida uchishni xohlayman. Ravim, axir oyog'ing qayrilib ketgan. Baribir Umar va xona bilan borgim kelyapti. Umar, Xanna, nima deysizlar? Payg'ambar alayhissalom nima qilgan bo'lardilar? Rostdan ham nima qilgan bo'lar ekanlar? Do'stini tashlab o'zlari ketgan bo'larmidilar? Yoki qolib unga dalda berardilar. Hech qisi yo'q oyi.
U yoqqa bormay shu yerda Ravin bilan o'ynaymiz, maylimi? Albatta. Qo'yar! Zo'r. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga salovatu salomlar bo'lsin. Keling doim ul zotdan olamiz o'rnak, aqlli va mehribon bo'lamiz qadam. Men bilan qolib menga dalda bo'lganingiz uchun rahmat. Bundan juda ham xursandman. Arzimaydi. Assalomu alaykum. Do'stlar, bilasizlarmi? Boshqalarga mehr ko'rsatganimizda xuddi payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamdek hammamiz yanada baxtiyor bo'lamiz. Alloh ham bizga rahmat nazari bilan boqadi. Alhamdulillah.